sahoba ikromlarning hayotini eshitganda, ertaga eshitgandik, tinglab, endi shunaqa odamlar bir bo'lib o'tgan ekanda deb emas. Yo'inki eshitib bir maza qilib qo'yib, "Voh, ular ulug' odamlar bo'lganda roziyallohu anhum" deb ketaverish bilan emas, balki shunaqa bo'lishga urinishga inson harakat qilishi lozim. Chunki inson qilganini inson boshqa inson qila oladi. Sahobalar inson edi. Ular osmondan tushgan farishtalar emas edi. Lekin mehnat bilan Rasululloh alayhisolamning tarbiyalari bilan ular buyuk darajalarga erishgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarbiyalarining natijasi o'laroq sahoba ikromlar o'rtasida musobaqa, yaxshilikda musobaqa bor edi. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda bor. Sabiqu ila mag'firatin min robbikum va sari'u ila mag'firatin min robbikum. Robbingizni mag'firatiga shoshing. Musobaqalashing. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu jannatga odamlar musobaqalashsa bo'ladi, musobaqalashsin. Va hokazo oyatlar bor. Ana shu ma'noda sahoba ikromlar ushbu hadisda hikoya qilingandek musobaqalashish yuzasidan Rasululloh alayhisolatu vasallamga murojaat ham qilishgan ekan. Sahobalar ichida hammasi ham boy emas, hammasi ham kambag'al emas. Bizga o'xshab boyi ham bor, kambag'ali ham bor. O'rtachasi ham bor, shunaqa edi.